qoldi. Agrokontinent Telegram kanali va Instagram, YouTube kanallarni kuzatayotgan dehqonlarimiz, hammalarni 2026-yil mavsumi boshlangani bilan tabriklayman. Biz anchadan beri yangilik bo'yicha videolar tayyorlamayotgandik. Bugun shu yangiligimiz borligi uchun video qilishga qaror qildik. Sizlarga Turkiya firmasini, Manier urug'chilik firmasini yangi kelgan gibridi bilan tanishtirmoqchiman. Tarvuz duragayi birinchisi mana Atakan F1. Atakan F1 O'zbekiston sharoitida vodiyda, vohada, Qashqadaryo viloyatlari, shu Surxondaryolarda bu tarvuzlar ekilgan, bir paytlar faqat reklama bo'lmagan. Lekin bu firmani urug'lari kirib kelishi barqaror bo'lmaganligi hisobiga dehqonlar qidirib topolmay sarson bo'lishga mana bu yil shu urug'larni olib kirishni boshladik. Bugun mana 1-aprel sanasi. Atakan F1 dehqonlar talabi murojaatiga asosan O'zbekistonga kirdi. Bu firma bilan eksklyuzivniy shartnoma qilganmiz O'zbekiston bo'yicha. Mana Agrokontinent logotiplari turibdi, orqasida adreslarimiz turibdi. Bemalol o'zimizning do'konlardan va dilerlarimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu tarvuzga to'xtaladigan bo'lsak, vazni 10 kilodan 14 kilogacha xarakteristikasi bo'yicha, lekin O'zbekiston sharoitida 12 kilo, 14 kilo degan tarvuzlarimiz har doim dehqonlarning sa'y-harakati bilan 20-25 kilogacha bo'ladi. Bu tarvuzdan xuddi shunaqa bo'ladigan tarvuzlardan bittasi. Quyoshdan palaylari bemalol o'zini himoya qila oladi, mevalarini. Eksport uchun ham o'zimizning mahalliy bozorlar uchun juda mansub kelayotgan tarvuzlardan bittasi. Xo'p, undan keyingisi bizda qovun duragayi. Endi qovun gazgina kech bo'lib qoldi, baribir keldi. Mana gibridimiz o'sha kichkina ananas tipdagi qovunlarimizdan bittasi. Bu qovunimizning nomi Shira. Bu ham shu eksport uchun, mesniy bozorlar uchun juda mos keladigan qovun duragalardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, undan keyin dehqonlarimizdan ko'p murojaatlar kelib tushadi. Pomidorlardan, yangiliklardan nimalar bor mana. Qizil pomidor duragayimiz keldi. Bu ham shu Manier firmasini Gozde F1 pomidor duragayi hisoblanadi. Mana rasmida ham ko'rinib turibdi, shu sinovlardan o'tgan, mana ichki ko'rinishlarini hammasini ko'rsatilgan. Rang bo'yicha umuman muammo yo'q bunda. O'sha to'q qizil rangda, mevalari ham shirin bo'ladigan, keyin ko'p kasalliklarga chidamli yirik pomidorlardan bittasi. Mevasini vazni 220-230 va undan yuqori bo'ladi. Bu sinovdan o'tgan narsalar hammasi. O'zbekiston sharoitida o'tkazganmiz. Shu hammasini tekshirib, hamma sinovlardan o'tgandan keyin sizlarga taqdim qilamiz. Bugungi yengilliklarimizdan mana shu 3 ta duragay bo'ladi. Xo'p, dehqonlardan bitta narsani so'rab qolardim. Urug'larni xarid qilayotganinglarda qalbakilaridan ehtiyot bo'linglar. Hozirgi kunda juda rivojlanib ketdi qalbaki urug'lar. Hamma dehqonchiligiga baraka tilab, sizlar bilan xayrlashamiz. Batafsil ma'lumotlar bo'lsa, o'sha gruppalarimizda yoki Instagram kuzatayotgan, YouTube'da kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, bemalol yozinglar. Telefon nomerlarini qoldiramiz, telefon qilinglar va bizga obuna bo'lishni unutmanglar.